Biz boshladik. Biz boshladik. Voy men chexollarni, voy men pulibgan. Hoji, yana nimani boshladinglar? Boshladik aka. Menga qarang, hammadan so'rasam biz boshladik deb. Nimani boshladinglar? Faoliyatimizdan boshladik aka. Okalar, to'g'ri eshitdinglar. Instagram platformasida biz o'z reklamamizni yana boshladik. Okalar, endi eksklyuziv do'kondan sizlarga katta yangiliklar qilib qo'yganmiz. Sizlar dona deysizlarmi, optim deysizlarmi, xohlagan narxlarda, xohlagan assortimentlarda chexollarni olib kelib qo'yganmiz. Manzilni o'zingizlar ham juda ham yaxshi bilasizlar. Sergeli Moshina bozor 325-do'kon kelsanglar, sizlarni mana bunaqa arzonga Evokor poliklar, mana bunaqa tarpetga chexollar. Okalar, birinchi qo'l biz o'zimiz ishlab chiqaramiz. Qanaqadir donadan yoki qimmatga olib o'tirmaysizlar, o'zingizlar kelasizlar, yoqtirgan ranglarni arzon narxlarga olib ketasizlar. Yana Cobalt chokalarga zo'r yangilik qilib qo'yganmiz. BYD fasonda mana bunaqa chexollarimizni chiqarib qo'yganmiz. Qolibda turadi. O'zingizlarga yoqqanini, rangini tanlab, shu yerda taqtirib ketsanglar ham bo'ladi, okalar. Manzil Sergeli Moshina bozor 325-do'kon.